Nazokat. Muallif Bahorim. 13-qism. Kim aytdi xayolim faqat unda deb. Ana, hozir ham uning telegramini kuzatib, jilmayapsiz. Tinchlikmi o'zi? Bu menga yoqmayapti. Nima, rashkmi bu? Telefonni o'chirib, yoniga qo'ygan Shahriyor Tinaga labini chekkasi bilan kulgancha gapirdi. Ha desamchi, sizni qizg'onaman hammadan. Tina Shahriyorni yoniga kelib yotarkan quchoqladi. Sen ba'zi narsalarni unutding shekilli. Unutmadim, esimda. Unda jimgina uxla. Bunaqa ochiq kiyim ham kiyma yonimda. Uyqum kelmayapti. Men o'sha kelishuvni buzishni, sizni mehringizni his qilishni xohlayman. Bo'lmaydi. Asabimga tegyapsan. Nega bo'lmas ekan? Nigohimiz bor-ku axir. Tina, Shahriyor. Oppoq qo'llar Shahriyorning yuzini siladi. Bilaman, siz ham meni xohlayapsiz. Umuman olganda, yigit kishisiz. O'zingizni tiyishga urinsangiz ham bu hol bo'lishi ham kerak-da. Balki to'g'ridir gaping. Albatta-da to'ppa-to'g'ri. Jozibang bilan odamni o'zingga bo'ysundirib olasan, ayyorcha. Sizga boshidan aytgandim, kelishuv befoyda deya. Ilk nikoh kechamizda buzilgandi-ku bu kelishuv. Bo'lmadi deb hisobladigandim-ku. Bo'lgan narsani bo'lmadi deya olmayman. Axir farzand masalasi ham bor. Gaplashganmiz. Shahriyor, erimni yangilaysiz-a. Birinchi turmushimdan farzandsizligim sabab ajraldim. Endi ham homilador bo'lishim. Xafa bo'lma. Axir qizimiz bor-ku. Tinani yuzlarini siladi Shahriyor. U meni ona demaydi-ku. Yana boshladingmi? Mayli, boshlamadim. Xullas, hayotdan zavq olib ham yashashimiz ham kerak. Tinani qolgan gaplari gapirilmadi. Shuginamni, yolg'izimni, suyanchimni, quvonchimni, hayotim mazmunini o'z panohingda asragin Robbim. Bolajonim baxtlilar qatorida bo'lsin. Azoblari, qiynoqlari yetarlicha bo'ldi. Ortiq qiynalishini istamayman. U xonadonga qayta ishga borayotganidan beri yuragimda hadik. Kuni bilan xavotir olaman. Shuginam baxtli bo'lib ketsa, xotirjamligim ham, halovatim ham qaytarmidi. Men rahmdilman. Bu xislatim qizimga ham o'tgan. Qancha harakat qildim bu xislatimni yo'q qilishga. Bo'lmadi. Odamiylik, mehribonlik qilaverdim. Qizim ham xuddi shunday qilyapti. Bir yarim ko'ngilli qizni boshini silab, oxiri yaxshilik bilan ayrilishsin, nima bo'lsa ham. Nazira opa bag'rida pishillab uxlayotgan qizini sochlarini silagancha o'pdi. Oyi, oyijonim. Nazokat bolalarcha erkalanib, onasini bag'riga yanayam kirib oldi. Oyi, Shahzoda qizim, men shu yerdaman. Yarim tun Tinani quchib yotgan Shahriyor qizi yig'layotgani sabab uyqusirab joydan erinibgina turdi-da, bordi qizining yoniga. Shahzodani qancha ovutishga harakat qilmasin, ko'nmadi, yig'layverdi. Endi nima qilamiz? Qani kichik onachasi, shu ishni qilmang degandim. Hozir u qizni bu yerga olib kelib olsangiz ham ajablanmayman. U qiz ham shuni xohlab kelib oladi darrovgina. Aslida onalikka rozi bo'lish ham bir bahona. Uyingizga joylashib oladi, mana ko'rasiz. Tina, valdirama. Hozir sening gaplaringni, bema'ni gaplaringni eshitishga toqatim yo'q. Shahriyor Nazokatning raqamini terdi. Qari bolaga, nega qaqqayib qolding? O'sha sabab menga bunaqa muomalada bo'lishga haqqingiz yo'q. Tina ichida ming'irlab, qizchani yoniga borib, ovutgan bo'ldi. Eshitaman. Nazosh, Shahzoda seni so'rayapti. Yupata olmadim. Hozir 10 daqiqada boraman. Tayyor bo'lib tur, olib kelaman. Ona va qizni yarim tunda bo'lgan qo'ng'iroqdan uyqusi o'chgandi. Ber menga. Nazira opa eshitib turgandi. Nazokatning qo'lidan telefonni oldi-yu javob berdi. Shahriyorjon, hozir qizimni ish vaqti emas. Shunga o'zlaringiz bir amallab ko'ndiring. Bormaydi Nazokat. Nazira opa ko'ndira olmaganim uchun ham sizga qo'ng'iroq qilyapman.
Nima bo'lsa ham hozir bormaydi Nazokat. Mayli, rahmat sizga. Telefonni o'chirgan Shahriyor yotoq ustiga otib yubordi-da, yig'layotgan qizini ko'tarib erkalay boshladi. Tongi 4ga yaqin uxlab qoldi Shahzoda. Qizini uxlatgach, o'zi ham xotirjam joyiga yotdi Shahriyor. Yozning oxirgi oyi, avgust. Nazokatning 3 oyi Mansurovlar xonadonida o'tdi. Bir necha kundan keyin Shahboz va Sitorani to'yi. Bugun ko'p narsalarni olib kelib joylashtirishdi kelinni. Nazokat opa, yeying kelinni uyini ko'raylik. Hovlida o'tirishganda Madina tortqiladi Nazokatni. Asalim, keyinroq ko'ramiz. Xo'p, hozir emas. Oyi, boyaylik. Shahzoda ham kulib qaradi. Uncha-buncha narsaga kulavermaydigan Shahzoda hozir kulib kelinni uyi tarafga qaradi. Mayli, darrov chiqamiz faqat. Xo'p. Ikkala qiz Madina va Shahzoda bir-birini qo'lini tutgancha uy tomon yugurdi. Nazokat Muslimning qo'lidan tutdi-da, qizlarni ortidan bordi. Opajonimni narsalari biram chiroyli ekanki, baxtli bo'lsin. Yuziga oqib tushayotgan ko'z yoshlarini artarkan mehmonxonada edilar. Shahboz kirib keldi xonaga. Baxtlimisan Nazokat? To'satdan berilgan savolga Nazokat javob bermadi. Ahdlashganing bilan baxtlimisan deyman. Meni rad etib, o'zing baxtlimisan? Sizni yoqtirmagandim. Shu sababdan rad etdim. Iloji boricha bosiqlik bilan gapirdi Nazokat. Oylar davomida Shahbozdan qochib yurgandi. Bugun shu lahzada qochay desa yo'l bermaydigandek yo'lida turib olgandi Shahboz. Rad etding va sevishimni bilib turib qayta uyimizga kelding. Meni qiynash uchun mazza qilyapsanmi? Bo'ldi-da endi. Erta-indin uylanadigan yigitsiz. O'zingizni yig'ishtirib oling. Xohlamasamchi? Nazokatga yaqinroq kelgan payt sezdi Shahboz spirtli ichimlik ichganni. Og'zidan aroq, sigaret hidi anqib turardi. Ahdlashganing Shahriyor akammi Nazokat? Nimalar deyapsiz? U bilan ahdlashding, shundaymi? Shahzodaga onalik qilyapsan. Bora-bora akamga xotin ham bo'lasan. Shahboz xonaga kirishdan avval Sitora bilan gaplashib telefonni o'chirishni unutgandi masligi sabab. Shahboz kirgan payt bolalar o'zaro o'ynab xonadan chiqib ketishgandi. Nazokat chiqishga ulgurmadi. Shahboz yo'lni to'sdi. Qalb og'ritar so'zlari ila siyladi. Esingizni yeb qo'yibsiz. Ovozi biroz titrab gapirgan Nazokat Shahbozni tezlik bilan aylanib o'tib xonadan chiqib ketdi. Ayt, ahdlashganing akammi? Ortidan baqirib qolgan Shahbozga e'tibor qilmaslikka harakat qildi Nazokat. Ichi o't alanga bo'lib yonardi. Ketaman. Bu xonadondan ketaman. U uylanyapti. Meni ortiq bu yerda ko'rmasligi kerak. O'zimni ham, uni ham azoblashni xohlamayman. Pinhon muhabbatim. Alvido. Sevishimni bilib turib dedilar. Sevishimni bilib turib. Sitora Shahboz va Nazokatning suhbatini eshitgandi. 1000 yil o'ylasa ham xayoliga kelmagan sevgi bu. Shahbozni Nazokatni sevishini umuman tasavvur ham qilib ko'rmagan ekan. Sitoraga bu hol yomon ta'sir qildi-yu, boshiga og'riq turdi. Qo'li ishga bormasdi. Shahbozni o'ziga befarqdek ko'ringanini hali unchalik yaqindan tanish emasligiga yo'yardi-yu, Nazokatni yoqtirishini o'ylamabdi ham. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nega axir? Nega Nazokat? Nega? Uyda Sitoradan boshqa hech kim yo'q. Dodlab yig'lasa ham birov eshitmasdi. Shuni bilibmi baqirib yig'ladi Sitora. Nega men sevgan, umr yo'llarimizni birga bog'lamoqchi bo'lgan insonim meni emas, o'zgani sevadi. Yana u begona emas, o'gay singlim. Sitora bukchaygancha yotdi-yu, tinmay yig'lardi. Nahotki sevilishga noloyiqman. Tuni bilan uxlamadi Sitora. Keyingi hayotini tahlil qilib uxlolmadi. Agar to'yni to'xtatsam, dadam meni o'ldiradilar.
yoki boshqa biriga o'zim sevmagan, balki yoshi kattaroq insonga turmushga berib yuboradi. To'yni to'xtatmay turmushga chiqsam, erim meni suymaydi. Qay yo'lni tanlay? Qay yo'lni tanlasam ham o'zimni alangaga otgan bo'laman. Shahboz akam nazokatni sevadi. Nazokat esa yo'q. Turmushga chiqib oilamni, bo'lajak ko'rlayotgan maskanimni asrab qolsam bo'ladi. Men tavakkal qilishim kerak. O'zimni o'zim baxtli qilishim uchun ko'zimni chirt yumib Shahboz akamga turmushga chiqishim kerak. Mayli, meni sevmasalar ham bu zulmat hayotimdan qutulsam bas. Ularga turmushga chiqib, bu qamoqdek hayotimdan qutulsam yetarli. Nazokat bilan ham gaplashib olishim kerak. Oylar davomida uchrashib qolgan edilar. O'sha payt telefon raqamini olgandi Sitora. Ko'p gaplashmasa ham ora-orada gaplashib turishardi. Shahboz akamni sevgisini nega menga aytmadi ekan? Nega? Meni ranjishimni xohlamadimi? Ranjishimni xohlamaydi, lekin hali ham u yerda ishlayapti. Sitora tarqoq o'y-fikrlar og'ushida Nazokatni raqamini terdi. Yaxshimisan Nazokat? Yaxshiman shukur. Nazokat ham tuni bilan uxlolmagandi. Yig'i, o'y-fikrlar uni charchatib, tong payti uyqu tomon eltayotganda Sitorani qo'ng'irog'i uyqusini tarqatdi. To'yimga kelasanmi? Opa, haligi, men borolmayman. Bilasiz-ku, dadangiz meni yoqtirmaydilar. Birorta qarindoshingiz ko'rsa-yu, tanib, dadangizga aytsa yoki o'tmish og'riqlarimni yuzimga solsa, men bunga chidolmayman. Jon deb borardim, ammo o'zingiz tushunasiz-ku, opa. Tushunaman seni, tushunaman. Qalbingda hali ham akam qoldirgan jarohat bor. Aslida u inson aka deyishimga ham noloyiq. Opa, iltimos, bu haqida gaplashmaylik. Mayli, sen darrov yig'lama. Gaplashmaymiz. Nazokat, rahmat senga. Meni yaxshi ko'rganing uchun rahmat. Ranjimasin deya bo'lajak erimni tuyg'ularni aytmaganing, uni rad etganing uchun rahmat. Bu gaplarni sirtiga chiqarmagan bo'lsa-da, ichida minnatdorchilik bildirdi Sitora. Sizni doim yaxshi ko'raman, opa. Sizning hislaringiz, sizning hayotingiz, sizning og'riqlaringiz hammasini bilgan holda, his qilgan holda yaxshi ko'raman. Baxtingiz o'zingizdan-da go'zalroq bo'lsin. Sitora asosiy gaplashmoqchi bo'lgan gapi, u uyda ishlama degan gapini ayta olmadi. Singlisidan sen Shahboz akamni rostdan yoqtirmaysanmi deya so'ray olmadi. Birinchi savolini bera olmaganini sababi singlisining unga qilgan yaxshiligi sabab bo'lsa, ikkinchisi xudbinlik, rashk sabab edi. Nazokatni to'yiga kelmasligini ich-ichidan xohladi. Erini sevgan qizini to'ylariga kelishini xohlamagandi. Sitora tavakkal qadamlar ila yangi hayotini boshlash arafasida edi. Nazokat opasi bilan gaplashib bo'lib, telefonni o'chirdi-yu, o'ylanib qoldi. Hali gaplashayotganida Shahriyorni telefon qilganini ham unutdi bir zumda. Qayta qo'ng'iroq bo'lgandagina esiga tushdi. Tong saharlab, kim bilan gaplashyapsan? Tinchlikmi? Javob berishing qiyin. Shaxsiy masala. Tinchlikmi? O'zingiz nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Nazokat yig'lagani sabab Shahriyorga gapirganda ham ovozi bo'g'iq va yig'i aralash chiqdi. Yig'ladingmi? Nima bo'lyapti senga? Kecha ham ko'zing qizarib uyingga ketding. Qiziqmang iltimos. Nega qo'ng'iroq qilayotganingizni ayting. Shahzoda yaxshimi? Yaxshi u. O'zingiz qo'ng'iroq qilibsiz. Muhim gapimni ayta qolay. Telefonda bo'lmaydi. Hozir seni olib ketgani boraman va nega yig'laganingni gaplashamiz. Shahriyor, siz ishdan tashqari mavzularga o'tyapsiz. Men bunaqa bo'lishini xohlamayman. Nazokat gapini tugatishga ulgurmay, telefon o'chib bo'lgandi. O'z bilganidan qolmaydi-ya bu inson. Ishdan ketishimni gaplashib, hal qilib olsam, biroz bo'lsa-da yengil tortardim. Oyi, Shahzodani dadasi kelayotgan ekan. Ishdan ketishimni aytaman. Gaplashib olamiz. Senga bir gap aytmoqchiman. Nazokat, kel yonimga.
Nima bo'ldi? Oyisini yoniga o'tirgan Nazokat xavotirli qaradi. Yana mahalladagi g'iybatchilarning gapimi? Ularni bizni muhokama qilishdan boshqa ishi yo'qmikan, oyi? Yo'q, ularmas. Boshqa masala. Ayta qoling endi nima bo'ldi? Sen ishdan ketmaysan, ya'ni ketasan, lekin ishlayverasan. U uydan ketib, mehribonlik uyida arzimagan maoshga ishlashdan charchadim. Na u yoqlik, na bu yoqlik bo'ladi. Shunga u yerdan bo'shab, bolalarga men qaramoqchiman. Shu yerda, uyimizda qaraymiz. Seni maktabing ochiladi yaqinda, yana qo'shimcha darslaring bo'ladi. Men senga bolalarga qarashib yordam beraman. Oyligi ham yaxshi qo'yishingni. Ijara puli, seni xarajatlaring hammasiga yetar ekan, hisob qilib ko'rsam. Yaxshi bo'lardi. Nazokat o'ylanibgina kulib qo'ydi. Albatta-da, hozir Shahriyorga shunaqa degan, rozi bo'ladi bilaman. Chunki bolalarni bizga ishonadi-da. Har tomonlama yaxshi bu oyi, har tomonlama. Siz bolalar bilan charchab qolmaysizmi? Yo'g'a, nega charchayman-a? Charchamayman. Qaytanga kunim mazmunli o'tadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ketdikmi? Yolg'izmisiz? Shahzoda qani? Mashina ichiga bir qarab olarkan Nazokat Shahriyor bilan yolg'iz ketgisi kelmadi. Shahzoda uxlab yotgandi. U turgunicha biz gaplashib olamiz. Uzoqqa bormaylik, ko'cha boshidagi kafega bora qolaylik. Yana ko'p qola olmayman. Nazokat, cho'chima mendan. 3 oy bo'ladi taniganingga meni. Hazil qilib, bezbetlarcha gapirsam ham senga ziyon yetkazadigan ish qilmayman. Ha, bilaman, baribir ham bo'lmaydi-da. Yigit kishi bilan yolg'iz qolishni xohlamayman. Mahalladagilar ham gap qilishadi. Ularning gap so'zlariga e'tibor qilib yashasak, yashamay qo'ya qolishimizga to'g'ri keladi. E'tibor berma ularga. Gapirib qolaveradi-da. Unda tezroq keta qolaylik. Oyim ishlamoqchi meni joyimdan. Yaqinda maktabga chiqaman. Vaqtim bo'lmaydi. Oyim esa bolalarga mendan ham yaxshi qaraydi. Mayli-ki-ya, nega bizning uyda emas, o'zingizni uyingizda? Stulga suyangancha Nazokatning javobini kutgan Shahriyor qo'lidagi kofedan xo'pladi. Sizlarning uyingizda biroz xijolat bo'lyapman. Yaqinda to'y, yangi kelin keladi. Aniq shumi sababi? Ha, boshqa nima ham bo'lishi mumkin. Shu sababdan yig'lamagandirsan. Shahbozni ham kayfiyati yo'q. Menga nima aloqasi bor Shahboz akani? Endi bilib olamiz-da. Shahbozni ham chaqirgandim. Ikkingizning nima dardingiz bo'lsa aytasiz. Aka bo'lib, muammoyingizni hal qilmasam ham bo'lmaydi-da. Nima? Nega chaqirdingiz? Men unda bora qolay. Joydan turdi Nazokat. Shoshma. Nega qochasan? Ana, Shahboz ham keldi. Asosiy kirish eshigi tomon qaradi Shahriyor. 13-qism tugadi. Davomi bor.